Hammaga assalomu alaykum. Fermer bola kanalining a'zolari, obunachilari. O'rdaklarimizni ham qo'yib yubordik. Mana bu xudo xohlasa sekin donlarni, suvlarni qo'yib tayyor qildik. Chiqishyapti. Don yeyishga. O'quvni sekin boshladik. Bugun xudo xohlasa ularga bahorga tuxum qo'yish uchun joy tayyorlaymiz. Xudo xohlasa syomka jarayonida ko'rsatib boraman. Syomka jarayonida ularga joy tayyorlaymiz. Xudo xohlasa suvlarni qo'ydik. Bugun ertalab sovuq tushdi ozgina. Shu sababli issiq suv qo'yib qo'ydim. Kecha sal issiq edi. Bugun sal sovib qopti havo. Shu sabab endi quyosh chiqayapti. Soat 9 bo'lyapti, endi quyosh chiqyapti. Shu sabab sal issiq suv qo'yib qo'ydim. Kepakda yeyishyapti yaxshi. Un aralashtirib beraman ozgina. Shu основной kepak beraman. Keyin bular boshishi уже fevralda boshlashadi-da. Xullas, joy issiq bo'lsa fevralda boshlashadi. Fevral oxirigacha tuxumga kirib bo'ladi bular уже. Xudo xohlasa bularga bugun joy tayyorlaymiz. Nasib qilgan bo'lsa bular keyin bir narsa esdan chiqibdi. Bular tuxum bosish vaqti 35-40 kungacha bo'ladi. Agarda joyi sal zax bo'ladigan bo'lsa, sovuq bo'ladigan bo'lsa 45 kungacha cho'zilishi mumkin. O'shanga joyini sal issiq qilish tavsiya etiladi. Qonlari ham to'yib qoldi shekilli. Kecha ham ko'p beruvdim. Hali qarasam paqirda yana ozgina qopti. Xudo xohlasa hozir joy tayyorlashni boshlaymiz. Syomka jarayonida ko'rib boraverasizlar. Akalar, mana balonlarni kesib oldik. Oddiy Damas balonlar. Oddiy balonlarni kesib, bitta bor edi, o'shani qo'yib qo'ydim. O'shani ichiga kirib katta ekan, u diametri ham o'sha sabab yaxshi bosib shuni ichida. Hozir yana 4 ta qildim. Bitta og'ilxonada bor, 5 ta bo'ldi. Hozir mana uni ham kesdim. Yana balonlar bor, ularni ham kesib qo'yamiz. Xudo xolasa bunday qilib kesaman. Kanselyarskiy nojda, oddiy kanselyar nojda kesdim. Bunday qilib kesib, hozir yana ko'rsataman. Burab chiqishdi. Bu ichiga somon taxlab qo'yamiz. Chiroyli qilib. Ularni ham xudo xolasa video davomida qilib qo'yaman. Qilib ko'rsataman. Bu oddiy usuli mana. Bitta 4 ta bo'ldi hozir xudo xolasa. 4 ta bilan 5 ta, ichkarida bor 6 ta. 8 ta mahkam bo'lsa, 8 ta yana 2 ta balonni olib kelib yana kesishim kerak xudo xolasa. Buni kesishga keladigan bo'lsa, oddiy kanselyarskiy nojda kesaman. Mana oddiy kanselyarskiy nojda kesganman. Hozir yana ko'rsataman. Mana shunday qilib kesaverasizlar. Kesiladida, xullas. Teshib qoldi. Shu tarzda kesib, keyin tashqariga burab qo'yish kerak. Hozir buni men kesib, yana buragan holatini, burash jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Do'stlar, kesish unchalik qiyin emas, oddiy rezinka kesiladi kanselyar pichoq bilan. Balon, Damas balon. 13 balon bo'lsa kerak menimcha. 13 va 12. Hamma uyda bo'lsa kerak-ku, eski.
ishlatmaydigan eski lamba yoqda bo'ladi-yu. Oddiy balonda qildim. Byudjet variant deydi-yu. Hozir kesib buni yana ko'rsataman davomini. Hurmatli obunachilar, buni xudo xolasa kesdik. Hozir buni kesdik xudo xolasa. Hozir kesib oldim. Shu ko'rinishda bo'ladi. Buni shunday qilib qo'ysam bo'ladi-yu, buni ichi sal baland bo'lib qoladi-da, kichkina bo'lib qoladi. O'shanga buni aylantirib qo'yamiz. Chuqurroq bo'ladi, anonga o'xshab. Ko'rinyaptimi? O'xshab chuqur bo'ladi ham. Zax o'tmaydi, o'shanga o'rdaklar ham tez chiqaradi. Mana o'rdaklarimiz bu yerda cho'milishyapti. O'ni qo'yganlar yerda. Malina tagida oftobda yotishibdi. Mana bulari yerda. Birozlar bitta makon. Qadrli kanalimiz a'zolari, mana ko'radigan bo'lsak, buni yerga oyog'ingizni qo'yib, uni o'ziga tortsangiz, orqaga buriladi-da, xullas. Hozir shagmashab operator yo'q, bitta o'zimman. Shuning uchun hammadan uzr so'rayman. Video uchun. Mana xuddi shu tarzda bo'ladi. Orqaga o'rasizlar balonni. Bu yog'ini ham hozir o'girib olishdi. Keyin ko'rsataman. Xudo xolasa mana balonni ham o'girib bo'ldik. Bu yerlarda bosib keyin olamiz. Qilib olsak bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Bunda xudo xolasa somondan to'ldirib qo'yib qo'yamiz, to'g'rilab. Video uchun bir ikkitasini qo'yib qo'yaman. Hammasini orqa qo'ysam, dabdalasini chiqarishadi. Tuxum qo'yguncha tuxumlashga ancha bor o'rdaylardi. Shuning uchun ikkitasini video uchun to'g'rilab qo'yaman. Videoni kuzatishda davom eting. Like bilan obunani esdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom eting. Akalar, xudo xolasa joyda ham tayyorlab oldik. Xuddi shu tarzda o'rtalarini yopib qo'yaman, bir-biriga xalaq bermaslik, chuchitmaslik uchun. Bu yerlardan bunday zabor bo'ladi. Sheper bilan qo'yib chiqaman. O'sha payt tirik bo'lsa inshaalloh ko'rsatib ketaveramiz. Bu dalchi ham og'ilxona. Dalchisini ham shunday qilib ketaveraman. Buni xudo xolasa keyingi videolarda nasib qilgan bo'lsa chiqarib turaveramiz. Shu tarzda qilsangiz yaxshi. Tuxumlashi ham, joyi ham keng bo'ladi, bemalol turib aylanib yotaveradi. Shu tarzda. Bularga keyin qorong'u joy kerak. Bosib yotishligi uchun qorong'u joyda yaxshi bosadi bular. Quyosh nuridan saqlaydigan joy bo'lishi kerak, xolos quruq bo'lganda endi o'tganlarimiz. Bugungi video shu haqida bo'ldi akalar. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'lasizlar. Fermamizni xudo xolasa bugundan boshlab, kechadan boshlab to'g'risi kattalashtirishni boshladik. Bu yog'i endi bahor, yanvar ham kirib keldi. Bu yangi 2026da xudo xolasa fermamizni katta qilishda davom etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.